Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. 7 mart kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida Sharq Turkiston inqilobining qatnashchisi, Sharq Turkiston milliy armiyasining peshqadam jangchisi Abdulhamid Bekir Apandi 97 yoshida vafot bo'ldi. Abdulhamid Bekir Apandi 1928-yili Ili viloyatining G'ulji shahrida tug'ilgan. 1942 yilgacha G'ulji shahridagi Aydin mahallasidagi maktabda ta'lim olgan. 1944-yili Xitoy hokimiyatiga qarshi milliy mustaqillik inqilobi boshlanib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan edi. 1945-yili 8-aprel Sharq Turkiston milliy armiyasi qurildi. Abdulhamid Bekir Apandi 1946-yilning 5-ida milliy armiya sepiga chaqirilib, G'ulji Zapas 2 piyodalar polkida harbiy xizmat o'tib, toki 1946-yildan 1948-yilgacha G'ulji Azad nishonliq piyodalar polki 2-batalyon 5-rotasida Manas daryosining bo'yida mudofaada turdi. U Harambog' janglariga va Xitoy qo'shinlarini Jing, Shixolardan Manas daryosi bo'yigacha qo'g'lab chiqarish janglariga shohid bo'lgan jangchi edi. 1951 va 1952 yillarda Urumchi shahridagi soqchilar maktabida o'qishni tugatib, 1955-yilgacha G'ulji shahridagi soqchi idorasida xizmatda bo'lgan. U 1955-yili oilasi bilan Qirg'izistonga ko'chib kelishga majbur bo'lgan. Sharq Turkiston armiyasining jangchisi Abdulhamid Bekir Apandi Qirg'iziston Uyg'ur ittifoq jamiyatining marosimlariga aktiv qatnashadigan bo'lib, u shu faoliyatlarning birida o'zining aslimalarini o'rtoqlashib, Xitoy hukumatidan tortgan jafolarining yuragidan chiqmaydiganligini ta'kidlagan. Tortgan jafo, yo'lda non yo'q, non oz. Piyoda varman mashina, yana mashina, bana qarang'ida yo'l mandirib qo'yib, mana bugun birinchi batalyon bordi. Mana bizga o'tib keldi, biz deylik, chiqa tashlaydi. Chiqib chiqsa u mashina yo'q. Ondan keyin tarang. Bir-biriga o'q etish paydo bo'ldi. Odam o'lmadi. O'qlarni yetib tashlab, granat yetib tashlab, preparat bo'ldi. Jemir keldi. Jemir kerak demedi. Biz bulanchilik qilamiz. Qo'saqoch. Shu jemga tuvan bir shunga yetkazib qo'yib dedi. Yana tog' ochar. Shu ochalga bangizlar. Matoqaylik. Agar bu yerda bir-birlarga o'q atmanglar. Bir-birlarga 4-5 yilga bir minglar. Apisi qo'yib berdi bizga. Yürekten çıkmaydı. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Turg'unjon Alovuddin Apandi Abdulhamid Bekir ustozimizning vafotining Uyg'ur jamoati uchun cho'ng yo'qotish bo'lganligini va marhumning oilasiga cho'nqur ta'ziyasini bildirib, mundaq dedi. Assalomu alaykum aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun sobiq Sharq Turkiston milliy armiyasining jangchisi Abdulhamid Bekir o'g'li akaning vafot bo'lganlik xabarini cheksiz qayg'u alam ichida topshirib oldik. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan Abdulhamid Bekir o'g'li akamizga Allohdan rahmat tilaymiz va urug' tuqqanlarga sabr toqat tilaymiz. Abdulhamid Bekir o'g'li akamiz yoshlik davrini Sharq Turkistonning ozodligi uchun fido qilgan qahramon akimizdir. Biz bu akimizni mangu eslaymiz ve Allah'tan tekrar rahmet tilaymiz. Abdulhamid Bekir Apandi Uyg'ur xalqining yaqinqi zamon tarixining jumladan 1944-yildan 1949-yilgacha Sharq Turkiston inqilobining shohidi bo'lgan biri edi. U yosh o'smirlarga ulgu ko'rsatgan kishilardan bo'libmi Qirg'izistondagi ittifoq gezitining aktiv jonkuyarlaridan bo'lgan edi. Ta'ziya murosimidan keyin marhumning meyiti jamoatning uzatishi bilan Bishkek shahrining sharqiy yezisidagi qabristonlikqa dafn qilindi. Meta guruhi, ya'ni burunqi Facebook shirkati uzundan buyon Xitoy bozoriga kirishga intilib kelayotgan bo'lib, Xitoy hukumatining keskin rad qilish tufaylidan ularning bu arzusi amalga oshmay kelgan edi. Yaqinda ularning Xitoy hukumati talab qilgan shartlarni hozirlash, jumladan Xitoy hukumatiga qarshi mavqedagi siyosiy fikrlarga to'siq qo'yish yoki ularni o'chiritish badaliga Xitoy kompartiyasining ruxsatini olish qo'rinatganligi xalqaro zo'r g'ulg'ul qo'zg'amoqda. Washington Pochtasi gazetining 9 martdagi obzorida aytilishicha, Xitoydagi 400 million kishi o'xshamagan ijtimoiy taratquv vositalarini qo'llanadigan bo'lib, navod bu kishilarning Facebook qo'llanishi amalga oshsa,
Meta guruhining qo'llanuvchilari sonida portlash xarakterlik o'sish bo'ldi ekan. Ammo mazkur guruhning Xitoy masalasi bo'yicha ishlab kelayotgan xodimlaridan Sara Williams xonimning bu vaqtdagi zo'r hajmli yozma dokladida ko'rsatilishicha, Meta guruhi navbatda Xitoy bozoriga kiradigan ish bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi o'ttirib qo'ygan har qanday shartlarni o'rinlashga, jumladan Facebook qo'llanuvchilariga doir uchurlarni Xitoy bilan ham bahrlashga, shuningdek Xitoy hukumatining Facebookdagi mazmunlarni kontrol qilishiga rozi ekanligini bildirgan. Sara xonim bu vaqtda so'z qilib, yillardan buyon Meta guruhi Xitoy hukumati bilan yangichida hamkorlashib kelyapti. Bu jarayonda ular Xitoyni eng yangi texnikalar bilan ta'minlab kelgan bo'lsa-mu, bu masalada izchil yolg'on so'zlayapti degan. Dokladda aytilishicha, 2015-yili Facebook shirkati maxsus Xitoy uchun süzgüçlük qiladigan bir sistema ishlab chiqqan bo'lib, bu sistemaga bir bosh muharrir tayinlashni o'ylashgan. Shu vaqtdagi planda mazkur bosh muharrir qaysi mazmunni o'chirib o'tish, qaysi ulanmani taqib etish degandek xizmatlarga mas'ul bo'lmoqchi bo'lgan. Meta guruhining bosh ijroiya direktori Mark Zuckerberg mo Amerika tavasidagi dangdar Xitoy o'qituvchilarining Facebook hisobotini taqib etishga qo'shilgan bo'lib, buning mo amaliyotda Xitoy hukumatining talab ekanligi ma'lum bo'lgan. Amerika Missouri shtatining bosh taftishi Andrew Baileyning rasmiy tor hisobidan bergan bayonotiga asoslanganda, Amerika Federatsiya sotchisi COVID-19ning tarqalishining dastlabki bosqichida Xitoy hukumatining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati borligini bildirgan. U Xitoyning dastlabki mezgillarda COVID yuqumini dunyodan yushirganligi, shu sababdan dunyo səhiyyə sohasida COVID yuqumining oldini olish va tibbiy qo'g'dinish sistemasining turg'izilishining kechikkanligi ham millionlagan insonlarning o'lib ketishiga sabab bo'lganligini ilgari surgan. Bayonotda deyilishicha, yuqorqi sabablar bilan Amerikaning Missouri shtatidagi Amerika Federatsiya sotchisi Stephen Limbaugh Xitoyga $24 milliard jarimani qo'ygan. U Amerika territoriyasidagi Xitoy igidorchiligidagi mol-mulklarni musodir qilish orqali jazoni ijro qilganligini bildirgan. Missouri shtatining bosh taftishi Bailey buning Missouri shtati va Amerika Federatsiya hukumatining Xitoyning COVID yuqumining dunyoga tarqalishidagi mas'uliyatini javobgarlik tortish kurashidagi bosish xarakterli g'alaba deb ko'rsatgan. U yana mundaq degan: Xitoy sotga qatnashishni rad qildi, ammo bu ularning COVID tufayli kelib chiqqan son-sanoqsiz azob-uqubatlar va iqtisodiy ziyonlarning mas'uliyatidan qutulib qolganligidan darak bermaydi. Biz Missouri shtatidagi terrorga yerlarni o'z ichiga olgan Xitoy igidorchiligidagi mol-mulklarni musodir qilish orqali Xitoy paydo qilgan iqtisodiy ziyonning har bir tiyinigacha undirilishni o'ylashdik. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.